Birodarlar, bugungi chiqaradigan qo'ylarimizni olmagan odamlar afsuslanib, armonda qolmasa bo'ldi ishqilib. Mana uni qaranglar, qulog'ini bitta metrda qo'yib qo'ying-da. Ha? Mana. Ko'lsasiga qo'ying. Kalso deb. Ushlab turibman mana joyida. Hoppa, mana qaranglar. 20 plus kelyapti. 21 pashti. 21 ekan. Eni otasi ham haligi tayinlik, yaxshi qo'ydi, bolalari keldi. Eng qizig'i hammasi bo'g'oz ekan. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilar va yakatda uskanam nashaddiy obunachilar. Mana bugun 20 necha bugun 4mi? 24-yanvar hafta kuniga shanba kelar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Tekstilda oldamiz. 2026-yilda turibmiz akalar. Mana qaranglar, 80 plus hammasi yarichka deysizmi? Ha, tufli sog'liqlar. Tufli sog'liqlar. Mana aka. Mana ish buzgani bo'lsa bekorga aka qo'zlar. Hammasi qo'z. Hammasi qo'z. Birinchi tug'ishga bo'g'oz. Turishlarni qaranglar akalar. 2 oy, 3 oy atrofida bo'g'ozni berdim. Quloqlarni olingiz aka mana. Keyin ko'pi egzachi qo'ydi berdim, lekin 100% egzachi demayman. Ha. 80% ortig'i bor, aka. Xudo xolasa, mana mashalloh, bittadan laykni bosib qo'yasizlar akalar. 3-4 yil esdan chiqarsak, qo'rani qo'yib to'ldirib yuboradi, xudo xolasa, inshaalloh mashq qo'yinglar. Mana qaranglar akalar. Hammasi sifati bir-biridan go'zal. Lekin bular yaylovda yurganligi uchun akalar pardozlarnozi bo'lmagan, boricha ko'rinib turibdi. Sveji kelib turgan joyida akalar. Kim olsa ham maza qildi. Eng qizig'i narxini eshitib yana bitta maza qilasizlar. Quloqni qaranglar. Bu ham 19 bormi? 18 hisob, eng kichkinasi quloqni 18 hisoblashaversan aka. Soni nechta buni Sabrada? Bitta 26 bosh. 25 ta. Ha, 25 ta mana akalar sizlarga naq bo'g'oz tufli so'li qo'ylarimizdan. Bo'ylari 80 plus minus. Ko'pchilik so'rayapti obunachilaringizga sog'liqni olib kelasiz. Yoshidan. Bir qo'ra qo'y qilib boqaman deganini tavsiya qilaman. Mana mashina ham quloq o'lchangani yo'q. Aka olib keling-da. Olib keling-chi metrda. Mana. Ro'z Muhammad, sekin yiqilib ketmaydi. Mana qarang, ushlab turibman aka mana. Ha. Quloqni anaqasini ushlab turibman. Kalsosidan. Ejicha qaytaring. Mana. Mana. Ana. Bu ham 19 bukilib qol mana. 20 hisoblaysiz. 20 ekan. 20 yarim ekan. Mashalloh. Endi kallalarni tiniq bir-biridan pardozini qilib, jag'a-bag'a qilib qo'ysa, o'zi dollarga olib ketar ekan. Qo'ylar xudo xolasa. Ilohim. Lekin dollarga aytilmaydi akalar, so'mga yumshoq qilib aytamiz. O'zlaringizdan ham bitta xolis fikr qoldirasizlar. 80 plus minus 25 ta soni hammasi xudo xolasa birinchi qora. Toza kashdan hisori qo'ylar mana. Qanaqa qo'shqor qo'shilgan ekan, ko'rmaysizmi bobo? Yo'q, qo'shqorni ham yaxshisini qo'shgan. Aka o'ziga qo'y qilaman deb olib qo'ygan qo'ylari bular. Hali qo'ziga sotmasdan o'ziga olib qo'ygan qo'ylari. Nimaga pulzarli bo'lib? Ha. Bitta mashina olaman degan ekan, o'shanga olib sotdik. Mashalloh. Gap yo'q ekan. Qo'ylarni ko'raman, maza qilyapman. Akalar mana bir-biridan olaman degan ham, hammasini olaman degan ham aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, lekin yaxshi narsalarda bolalar ekan mana. O'zlari ham hozir qo'zili holatida, bo'ylari ham ko'ryapsizlar. 80 plus kelyapti. Quloqqa garbanos yaxshi otib bersin. Kallalari taniq qo'ylarga. Hali qashak qo'ydi bolalar basta. Mana qo'ylar, akalar. Ha, garbanosini qarang mana aka. Janob. Baquvvat degan mana yoqqa qo'yapti. Qarang, kallani ko'ryapsizmi? Ashuni qulog'i ham shiroki ekan, nima? Mana qarang, shalpan quloq. Shalpan quloq. Qo'chqorni Qirg'izistonning qo'chqorni o'zim olib kelib berganman aka, zo'r. Tay Qirg'izistonmi bularni? Qo'chqor, o'zimizni hisoriga Qirg'iziston qo'chqorni qo'shgan, o'sha shalpan quloq tushgan. Zot yana ham xillanaveradi-da yildan-yilga. Bularni bir joyga nech puldan qilamiz? Ular 5,5 dan qilib bersa ular obunachilaringizga. Ha, kelishtirib bo'ladigan bahosini ayting. 5,300 dan qilib beraman obunachilaringizga. 5,300 dan. 5,300 dan. Yana kelishtiramiz. Lekin qo'ylarni bir qo'y qilsa esdan chiqar, o'yin esdan chiqarmaydi. Albatta. Qo'ylar hammasi tiniq. Просто endi bu kecha qo'rasi shilta ekan aka, mana qarangda mana, mana shu qo'yni ko'ringda. Qo'rasi shilta, pardozandozni ham qilganim yo'q, qo'ra shilta ekan. O'shana hisobiga. Mana qarang. Bo'ladigan bahosini bitta ayting yo bitta so'raymi? Aka, 5,200,000 dan qilib beraman obunachilaringizga. Yo'q, 2 ni ham yo'q. Telefon qilishsa aka, hayronlik qilib o'tib beraman o'zi. 5,2 ni ham yo'qating. Yo'q, men yaxshiroq aytdim. 25 ta yo 26 ta, o'zimiz adashmaylik. Yo 26 ta yo 25 ta bo'ladi. Ketdi bir joyga 5 ta. Yo'q aka, undan xo'p desinlar endi. Telefon qilishsa hayronlik qilib o'tib beraman obunachilar. Yo'q aka, telefon qilsa narxini oshiraman. Yo'q, aka, bu qo'yni ham qarangda aka, qo'ylarni kallasiga e'tibor bering, qo'ylarni hali. Mana quloq e'tibor bering aka. Quloqlarini ko'rdik, o'lchadik. Mana shu ushalgani yo'q, mana shu qo'yam aka, mana. Sorti zoti zo'r. Aka, obunachilarga o'tib beraman. 5,200 dan o'tib beraman. Telefon qilishaversin. Kami bor. Ha, kami bor. O'tib beraman aka.
Akalar, tavsiya qilaman. Shoshilasiz. Qarang, hammasi orta oling. Qarang mana. Bu qo'yni ham ko'ringda mana. Mana. Ana, akalar. Aka yarmidan ko'p egizak tug'ib bersa obunachilar maza qilib yuborishadi. Xudo xohlasa. Bu degani hozir 26 ta qo'y bo'lsa yana 15 ta qo'shiladi, 35 ta qo'shiladi. Yarmidan ko'p egizak tug'sa Shunaqa lekin. Endi Xudoni 4 yil, bergani. 5 yillarga kami 400 ta qo'y bo'ladi bular. Inshaalloh. 4 kam 5 yil kami 400 ta qo'y bo'ladi. Bitta obunachisi olsa maza qilib boqsin. Lekin donalarga ham sotaveramiz aka, telefon qilishaversin. Dastavkalari butun O'zbekiston bo'ylab bor, faqat kelishilgan holatda. Aloqaga chiqaverasizlar, endi keyingi partiyalarimizni olib chiqib ko'rsatamiz. Ikkinchi partiyamizga akalar barra qo'zilardan olamiz deganlarga soni 7 dona. Hisori polvonlaridan. Mashlar sog'liq uni. Ha. Buni sog'lig'ini so'ragan ham sen oldi. U ana sog'lig'idan ham bor ekan ichida. 4 dona sog'lig'i bor. 4 ta sog'liq, 3 ta qo'chqor bo'lyaptimi shunda? 3 donasi qo'chqor. Rangini qaranglar akalar, tinig'idan. Sog'lanchi. Mana suvga o'tib olmasin. Tez sog'liq. Necha oylik sabrida? Bular shu 3,5 oylik. Mana sog'lig'lar. Sog'liqni qaranglar akalar mana. Mana shu 4 sog'liq. Ha, mana 4 ta sog'liq. Qo'chqorni qarang. Jannob yurishini qarang. Hozirgina egizak emas. Ajoyib. Hozirgina. Sog'liqdami? Ha, sog'lig'ida egizak. Egizakmi bular? Bitta sog'liq, bitta qo'chqor ekanda, egizagi ham bor ekan akalar mana. Bitta qorindan Mana shu tushganlar. ikkosi yonma-yon bo'ldi, mana shu ikkosi shekilli. Ana ikkovi sariq ham, bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq. Bu ham bitta qo'chqor, bitta ular egizak bas lekin. Yo'q, egizak emas. Ha. Bitta qo'chqor, bitta Qo'chqor, bitta sog'liq. sog'liq mana. Ikkosini bo'lib qo'yinglar, o'tkazib. Mana. Xohlovchilarga bitta bu kattasi qo'chqormi? Kattasi qo'chqor. Kichkinasi sog'liqchi ekan akalar. Ikkalasi yechib qo'yganmiz dumbasiga. Kuzga Hadi borib- baland tursin deb. Kuzga borib kami bir 6 millionlik bo'ladi. Ha, xudo xolasa zo'rib ketadi aka. Bo'lmasa 7 ungacha qochib ham qoladigan bo'lsa, uni tepasida ham bo'lishi mumkin. Xo'p, bo'ylari necha atrofida bular? Bular o'lchaymiz. 75 pilizimizga olishaversin aka. Aha. Necha pul qilib berasiz? 7 tovini bir joyga, sabrdimi? Bular bo'ladigan narxi 4 million 300 mingdan qilib beramiz aka. Bo'ladigan. Optimga, qo'chqor sol aralash. Tanlab olsa lekin kelishilgan holatda bo'ladi aka. Yadalari katta, semiz, hali sutga to'yib bo'pti-da bular, ha? Bexijolat aka. Mana shu ham sog'liq, qarang. Mana Mana shunisi ham sog'liq. Qo'ying baquvvatligini. ajoyib. Kelar, ko'ringlar. Qo'ylar tana xudo xolasa. Mana. Mana bitta olib tashlab qo'yaman deganlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Sifatlari ham zo'r, bo'y basti, gavdasi ham zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar, 4 million 300 dan kelishtirib berasiz. Telefon qilishimizni hayron qilib beramiz aka bularga. Aytilgan narx sotilmaydi aka. Xayri bor akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, hammaga rahmat, salomat bo'linglar.